Xabaringiz bor, prezidentimiz tashabbusi bilan haftaning har payshanba kuni yoshlar kuni etib belgilangan. Unga muvofiq viloyatimiz bo'ylab yoshlar bilan madaniy ma'rifiy uchrashuvlar, ochiq muloqotlar o'tkazib kelinmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Termiz davlat pedagogika institutida O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi tashabbusi bilan tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan deputat va yoshlar uchrashuvida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, mahalliy kengash deputatlari va oliygohning birinchi bosqich talabalari ishtirok etdi. Tadbirda deputatlar yoshlar siyosatida amalga oshirilayotgan ishlar, xususan yigit-qizlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, talabalar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ularning muammolarini tizimli o'rganish borasidagi ishlar haqida so'zladilar. Biz talabalar bilan suhbatlashdik, ularni biznes g'oyalari, startap loyihalari, IT sohasidagi va shuningdek filologiya fakulteti talabalarini, ijodkor yoshlarni o'sha ijoddagi qiziqishlari bilan bevosita o'rtoqlashdik. Ular bilan individual tarzda suhbatlar olib bordik. Biz barcha mutasaddilar bundan keyin ham shu yo'nalishlarga e'tibor berib, yoshlarni qo'llab-quvvatlashimiz maqsadga muvofiqdir. Tadbirda yoshlar ham so'zga chiqib, o'z fikrlarini ochiq va samimiy ifoda etdilar. Talabalar orzu intilishlari va rejalari bilan o'rtoqlashar ekan, mamlakatimizda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar ular uchun keng yo'l ochayotganini alohida qayd etishdi. Kelajakda bu imkoniyatlardan unumli foydalanishlarini ta'kidladilar. Bu tadbir hammamiz uchun qiziqarli va manfaatli bo'lib o'tdi. Negaki, bu tadbir asosida qizlarimiz o'zlari istagan orzulariga erishish yo'llarini, shartlarini bilib olishdi. Shuningdek, tadbirda bizning milliy qadriyatlarimiz va milliy liboslarimiz ham aytib o'tildi. Uchrashuvda deputatlar tomonidan yoshlarning tashabbuslari tinglanib, mavjud muammolarni hal etish yuzasidan taklif va tavsiyalar bildirildi. Yoshlarning ko'zidagi mas'uliyat, ularning ko'zidagi quvnoqlik, bilimliligi berilgan savollardan ko'rinib turibdi. Sababi to'g'ridan to'g'ri muloqot bo'ldi. Yoshlar o'z ustida ishlaganligi, ular asosan to'g'ri birinchi kurs talabalari, ya'ni endi hayotga qadam bosgan talabalar edi, lekin ularning shashti, ularning bilimi, nutqi bizga juda ham yoqdi. O'z ustida ishlab, o'zi ijod qilgan she'rlarini baham ko'rishdi. Bunday ochiq muloqotlar yoshlar va deputatlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, yoshlarning ijtimoiy, siyosiy faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.